Assalomu alaykum do'stlar, azizlar. Xalq tabobati YouTube kanaliga xush kelibsizlar, azizlar, do'stlar va Xalq tabobati Instagram kanaliga xush kelibsizlar. Azizlar do'stlar, bugungi kunda ushbu faoliyatlarimiz davlat ro'yxatidan o'tgan faoliyatlarimiz bugungi kunda xalq tabobati yo'nalishida yana bir yangilik yo'lga qo'yildi. 30 yildan ortiq bu ishimiz, faoliyatimizni yurg'izib kelyapman. 30 yildan ortiq va ushbu hozirgi kunda xalq tabobati Instagram kanallarini ham yo'lga qo'yganman. Do'stlar, azizlar, bu kanalda faoliyatimizni ijtimoiy YouTube kanallarida O'tkir qasida YouTube kanali desanglar chiqib keladi bizni ishimiz, faoliyatimiz va bu videolarimiz, batafsil videolarimiz o'sha joyga joylashtirilgan, qo'yganmiz. Faoliyatlarimizda do'stlar, azizlar, O'tkir qasida xalq tabobati YouTube kanalida O'tkir qasida deb yozsanglar ham chiqadi. Xalq tabobati O'tkir qasida desanglar ham chiqadi. Va Instagram ham ushbu yo'lga qo'yganman. Xalq tabobati desanglar, ishga deb yozsanglar, bu faoliyatlarimizni ko'rib batafsil videolarimiz bor. Bugungi kunda, hozirgi paytida faoliyatlarimizda masofadan davolash, uzoq masofadan davolash yo'lga qo'yilgan. Masofadan qo'shni davlatlar va o'zimizda va boshqa chet davlatlarda hozirgi kunda uzoq masofadan davolash yo'lga qo'yilgan va murojaatlari bo'lyapti kecha kunduz. Faoliyatlarimiz nimalarga, qanaqa bemorlarga foyda etib o'taman. Hozirgi kunda ushbu bemorlarda shu butun umr o'sha holatlarida doktorga boradi, больницаga boradi, tashxis qo'ya olmaydi. Bemorlarga tashxis qo'ya olmaydi. Tashxis qo'yilmagan sababidan va ushbu bemorni baribir ham doktor muolajalarini olganda baribir ham tuzalmaydi. Shu tuzalish moyilligi bo'lmagandan, tuzalmagandan keyin yoki tashxis qo'yadi-yu, bemorlarda doktor lechinani olsa shifo topa olmaydi. Shu sababdan nima bo'lganligini inson shubha gumonlarda bo'ladi. Ko'p odamlar nima bo'lganligini sababini qidirib izlamaydi. O'yiga yeta olmaydi. Shunaqa bemorlarda shubha gumon bo'lsa, masofadan muolaja, qasidatul alburda, tuzalish sog'ayish qasidasi deb nomlangan ushbu qasidani muolaja qilish yo'lga qo'yilgan. Ushbu qasida ulamolarimiz bu qasidani tuzalish sog'ayish qasidasi deb nomlangan. Ushbu mashaqqat, ranju, kulfat, aziyat va stress paytida muolaja qilganda odamda ushbu bo'layotgan holatlar bo'ladi. Ya'ni qaltiroq, titroq, qizish, terlashlar bo'ladi, qayt qilishlar bo'ladi, qushish bo'ladi va tozalanishlar bo'ladi. Ko'p odamlarda hozirgi kunda haligi hojatxona, muolajadan keyin hojatxonaga yugurishlar, ichib ketishlar bo'ladi. Ushbu qasidatul alburda qasidamizni mana shu qo'shni davlat, chet davlatlardan, Rossiyalardan bemorlar murojaat qilganda qoidalari ushbu bemor eshitishi kerak bo'ladi. Quloqiga naushnik yoki ushbu bemorda telefon bo'ladi. Telefonni ushbu pastki dinamit ovoz chiqadigan joyda quloqni ichiga qo'yib turib, ko'z yumib turib eshitish kerak bo'ladi. Jonli eshitish va masofadan davolash muolajalari ushbu dinamiti bo'ladi. Pastga quloqni ichiga qo'yganda qo'lida salafan bo'ladi. Ushbu bemorlarimizni 30 yildan ortiq ushbu faoliyatimni yurg'izib kelayotgan bo'lsam, mana hozirgi O'tkir qasida ijtimoiy YouTube kanallarimdan bor. O'sha linklarda o'sha sertifikatlari joylashtirilgan. Ushbu kirsanglar batafsil videolarga qo'yilgan va har xil turdagi bemorlar, har xil holatda muolaja, har xil videolar bor yerda. Videolari har xili bor. Ko'rib tomosha qilasizlar va O'tkir qasida va xalq tabobati desanglar, xalq tabobati Instagram kanalida ham qo'yganman, chiqib keladi. Obuna bo'lib, podpiska, like, obuna bo'lsanglar shunaqa bemorlarga yetib boradi. Xo'p, bemorlarimiz o'sha aytganimdek, orqaga qaytib aytamanki, o'sha doktorga bordi, tashxis qo'ya olmadi yoki tashxis qo'ya olmadi-da, shunda ham lechini olyapti, tuzalmayapti yoki tuzalgandek bo'lyapti-da, qanchadir muddat balkim
yoki umuman yana shu yoki tashxis qo'ydi-yu, muolajalarini olyapti-yu, lekin foyda ko'rmayapti. Shu o'rinda shu insonlarda haligi bormagan joyi, qilmagan ishi qolmaydi. Har yoqqa bor, ruhiyatiga ham muolaja qiladi, borib lechina qiladi-yu, lekin foyda bo'lmaydi. Ana o'sha paytda insonda shubha, gumon bo'ladigan bo'lsa, ushbu bemorlarimizni masofadan turib muolaja qilishni yo'lga qo'yganmiz. U muolajalarimizni masofadan batafsil O'tkir qasida YouTube kanali va Xalq tabobati Instagram kanallariga qo'yganmiz va shu o'rinda ushbu bemor ayol va erkak kishilarni hijoma, ushbu bemorlarni o'sha ruhiyatini, ziyoni, zararlarini o'sha kuydirgan paytida muolaja qilib o'sha qasidatul alburda va bemorlarda lozim bo'ladi hijoma va zuluklar qo'yish. Ushbu bemorlar birinchi o'rinda ruhiyatini tozalab olamiz. Qasidatul burda yo'l olis, ko'p odam kela olmaydi, shu bemorlar kela olmaydigan vaqt topa olmaydi, shunga ziyonlar to'sqinlik qiladi. Ana bir inson ushbu ruhiyatiga muolaja qilamansa, u yoqqa boradi, bu yoqqa boradi, hamma joyga borib ko'rib ruhiyatiga tabobat ruhiy muolaja qiladi, bormagan joy qolmaydi. Bir xil paytda ko'p odamlarda ta'sir qilmaydi. O'sha foyda topmaydi yoki o'sha ziyon chiqib ketmaydi. O'sha ziyonlari kuchligidan chiqib keta olmagan paytida men ruhiyatimga muolaja qilib bo'ldim deganda, ta'sir qilmadi deganda bemorlar o'sha paytda noto'g'ri o'ylamasin, ushbu ziyon, zahmat, zaraliga ko'z nazar, hasad, odam orqali hasad qilgan ushbu ziyon, zahmat, yurak, bosh, miya, oyoq, qo'l, yelka, kurra, umurtqa, suyak, quvuq, oshqozon, matka va insonni vujudiga yopishgan ziyon, zahmat, zararlarni ushbu qasidatul alburda muolajalarini aynan masofadan turib muolaja qilish yo'lga qo'yilgan. Ko'p odam kela olmaydi, yo'l olis. Mana ushbu bemor ostona uylariga va yotoq, bosh, oyoq tarafga ziyon, zahmat, zararlarni qilingan ushbu bemorlarda ziyon chiqib ketish, ko'tarilish, terlash, qayt qilish, ziyon zardoblari chiqish, qon zardoblari chiqish, ich ketish va ayrim odamlar hojatxonaga yugurishlar va bemorlarda bo'ladigan matkadan mana bir ko'p odamlar aytadiki, sizni muolaja paytingiz yotgan holatingizda yotganimda ushbu matkadan qon ketishlar, tozalanishlar, mana shu o'sha muolajalarni natijalar, foydalari bo'lyapti. Batafsil videolarimiz Xalq tabobat O'tkir qasida YouTube kanalida yoki O'tkir qasida desanglar chiqadi YouTube kanalida alohida va Instagram kanallarida Xalq tabobati desanglar chiqib keladi. Ushbu batafsil to'liq videolar. Ana shu bemorlarda shubha, gumon bo'lganligi uchun ko'plari va bugungi kunda o'sha er-xotinning munosabati, moyilligi, yaqinlik bo'lish o'rniga uzoqlashish, moyillik, bir-birini gapi bir-biriga ta'sir, bir-biriga teskari bo'lishlar va uydagi muhitlar buzilishlar, farzandlarga ta'sir qilishlar, injiq va yota olmay va ishiga, ruhiyatiga ta'sir qilib, faoliyatiga va biznes va tadbirkor va bu insonlar plan rejalari chippakka chiqadi-yu, hozirgi kunda amalga oshmayapti. Shu kundagi bemorlarni uzoq masofadan muolaja qilgan paytida ushbu shubha, gumon bormi? Ushbu bemorda o'sha savollar, shikoyatlar ko'payib ketdimi? Bu inson ruhiyatini davoladi, taboda ruhiga bordi, yo'qqa bordi, ta'sir qilmayaptimi? Ushbu qasidatul alburda masofadan davolash. Ulamolarimiz ushbu qasidani tuzalish sog'ayish qasidasi deb nomlangan qasidatul alburda o'sha silsilasidan, avlodidan o'sha ijozat olgan ushbu tabiblar, o'sha ota kasb deydimi yo ushbu avlodidan kelayotgan o'sha insonda bo'layotgan o'sha muolajalarini bemorlarga tajribasi bor, yillar davomida shu tajribaga ega bo'lgan, yillar davomida o'sha bemorlarni davolab va natija ko'rgan bemorlar va bemorlar shifo topgan ko'p bemorlarni muolaja paytida mutaxassis o'sha muolajada natijalari ko'rib va shifo topganlar juda ko'p bo'lganligi uchun 30 yildan ortiq ushbu bemorlarni o'sha O'tkir qasida YouTube kanallariga joylashtirib, bemorlar o'sha yerdan ko'rib murojaat qilib yoki Xalq tabobati Instagram kanallariga joylashtirib kelgan ushbu videolarimizni hozirgi kunda masofadan davolash
ushbu masofadan, uzoq masofadan davolash qasidatul alburdani eshitgan paytda bemorda titrashlar, qaltirashlar, muzlash, terlashlar va qayt qilishlar, ich ketishlar va ziyon zardob, mana shu bir xillar qon zardoblari chiqib keladi. Qon, qip-qizil qon zardobi, o'sha batafsil videolarga qo'yib ich ketishlar va qimirlash, titrashlar, qaltiroqlar, bo'yin orqa og'riq bo'lib qolish, qo'l qaltiroqlar va insonda o'sha ziyonlar oyoqdan ko'tarib chiqib ketishlar, yo qo'ldan chiqib ketish jarayonlari bo'lyapti. Mana ushbu videolarimizni kanallarga joylashtiramiz. Ushbu kanallarni tagida linklarini qo'yib qo'yamiz. Bossanglar YouTube, Instagramlarga kirib borasizlar. Ushbu mana videolarimiz keng va natija va foyda topayotgan odamlarni ham gap so'zlarini eshitasizlar. Aziz do'stlar, ushbu kanallarga, O'tkir qasida YouTube kanallariga kirib bemalol videolarni ko'rishingiz mumkin va Instagram Xalq tabobati deb yozsanglar kirib bemalol efir videolarni ko'rishingiz mumkin. Shu o'rnida uzoq masofadan muolaja qilish va hijoma va zuluk va ushbu hijoma qilganda avval bu bemorni tozalab olib, oxir oqibati o'sha hijoma qilganda 72 xil kasalligiga o'sha davo hijoma degan qonli hijoma, o'sha massaj orqali va davolovchi o'sha qon yangilash, inson ziyon anatomik ziyon tochkalariga qo'ysa yanada inson immuniti ko'tarilishlari va foydalar bo'lishi qaysi qanaqa payt bo'ladi? Ya'ni birinchi o'sha ruhiyatiga muolaja qilgan paytidan keyin va qasidada al-burda muolajalar xohlasanglar kelib manzilimizga kelib turib muolaja olishlar mumkin. Manzilimizga kelib, adresimizga xohlasanglar masofadan turib ham uy sharoitida, uyda o'tirgan joyida ko'z yumib turib, qo'lida salafan va ushbu muolaja qilgan paytda ko'tarish, terlash, qushish, qayt qilish, qo'l oyoq muzlash yoki qaltirash, titrashlar bo'lish jarayonlarini chiqarib, shu ziyon oyoqdan ko'tarib olib chiqib ketish yoki oyoq tepadan oyoqdan chiqarib olish muolajalari batafsil videolarga qo'yilgan, joylashtirilgan. Ushbu faoliyatlarimiz hozirgi kunda mana yurg'izib, ko'rib, marhamat ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Kanallarimiz do'stlar, mana hozir paytda muolajalarimizni masofadan tinglanglar, nima holatlar bo'lyapti mana. Chiqar ziyon zahmat zararlar. Ziyon zahmat zararlar chiqar. Azizlar, tomosha qilayotgan bo'lsanglar, ushbu masofadan turib uy sharoitida shikoyat qiladigan odam hozirgi kunda 27, 17, 15 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi, bormagan joyim, qilmagan ishim hammasi qolmadi. Hammasi siz aytgan hijomalar, zuluklari, o'sha bor ruhiyatiga davolash muolajalarini ham qildik deganda, shu bemorlarda men aytamanki, hamma joyga bormagan, qilmagan ishingiz qolmagan bo'lsa, tabobat ruhiy muolajalarni qilgan bo'lsangiz, shifo topmagan bo'lsa, ushbu qasidatul alburda ulamolarimiz tuzalish, sog'ayish qasidasi deb nomlangan ushbu qasidani muolaja qilishi o'zgacha ruhiyatiga masofadan yoki o'sha kelgan holatida yoki uzoq masofadan yoki o'sha bemorlari ruhiyatini tozalab bo'lib, o'sha yengil tortganda biz ushbu bemorlarga buyuramiz. Insonning qon tomiri va inson anatomik tochkalaridagi ziyonni, zararlarni yanada ushbu qonli hijomalarni yo'lga qo'yilgan ushbu paytda tozalanib butkul yaxshi bo'lib ketishi ham yana inson o'zida amin bo'lib, o'zi ishonch hosil qilib, to'liq bexotirjam bo'lib ketib va shifo topib ketganlar juda ko'p. Ushbu faoliyatlarimizda zuluk hijomalar yo'lga qo'yganmiz va bemorlar uzoq masofadan men o'zim buyuraman. Ushbu qasidani, qasidatul alburda tuzalish so'yish qasidadan keyin ushbu bemorlarga hijoma qilish kerak bo'lsa, zuluk qilish kerak bo'lsa, men o'zim buyuraman. Bemorlarda o'sha olish kerak bo'ladigan jarayon bo'ladi. Aziz do'stlar, mana hozir ko'rib boryapsizlar, ushbu bemor masofadan muolaja qilgan paytda haligi ko'tarishlar, qusishlar bo'lyapti. Mana eshitasizlarki, nima holatlar bo'layotganini. Chiqar.
Arziyon. Xo'p, do'stlar, azizlar, ushbu mana ko'rib boryapsizlar, ushbu muolajalarni masofadan turib davolash bemorlarda hozirgi kunda ishimga ta'sir qilyapti, sog'lig'imga ta'sir qilyapti deydigan odamlar, misol